komment qaranglar. Ja unaqa emasmi akajonim, voy qotilmasmi? Просто menga azartni, erkalik kuchi bor, erkakman, yondiraman deydiganlar kerakda. Azart bilan tashlanadiganlar yo'qotda, nima deysiz endi? Просто oxirgi paytlarda nijnilar ko'payib ketyapti-da. Kimdir bilan tanishsam yo gey bo'lib chiqadi yoki yaloqa bo'lib chiqadi. Nima qilaman? Aybim erkak xohlaganimmi? Haqiqiy erkak xohlaganimmi? Shuning uchun nima deysiz endi? Mana ko'rishga haqqim bor-ku. Haqiqiy bulbulda. Iltimos menga obuna bo'lib, videolarimni like bosib ketinglar. Sizlarda nima ketdi? Shuncha iltimos qilibman. Vaqt qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyingiz sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz baland. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin bolam. Mana uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sanam ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda Xudo xohlasa sababini qilamiz, natijasi Allohdan. Hech qachon farzandimni nimasidan jon bolajonim. Suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyingiz sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan.